Assalomu alaykum. Qadrdonlar, kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi so'rimiz ham tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi so'rimiz ham tayyor bo'ldi. Qani bir so'riga baho berdilar-chi. Mehnatimiz hali chiqibdi. Inshaalloh Xudo xolasa bu dastavkasi bilan uyga yetkazamiz. Video tomosha qilsizlar. Borib uyga tushirib qo'ygan joyimizdan ko'rsatamiz inshaalloh. Bu so'rdan ikkita. Buni ikkita o'rta dugonalar olishgan. Xudo xolasa bugun ikkalasini ham yetkazamiz bugun juma kuni inshaalloh. Bizni kuzatib turishdan davom etinglar. Like, podpiska qilib, kommentarlarda bir mehnatga bir yozinglar-chi. Odamni xursand qilib, qani. Azizlar, mana Xudo xolasa hozir borib buni uyga tushiramiz, keyin ikkinchisini ko'rsatamiz Xudo xolasa. Videoni tomosha qilib tursanglar. Assalomu alaykum, yana bir birodar. Mana inshaalloh Xudo xolasa so'rimizni egasiga olib kelib yetkazdik uyga. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. So'riga bir baho beringlar-chi, qani. Azizlar, mana Xudo xolasa birincisini tashlab keldi, endi Xudo xolasa ikkinchisini tashlaymiz inshaalloh. Mana taxtalari bilan, taxtalari sasna. Aravonni ichiga dastavkasi bor. O'shga boshqa qabuldan bo'lsa dastavkasini kelishamiz. Kuzatib turinglar, avval uyga qo'yib, qo'yani qo'yamiz inshaalloh. Azizlar, mana inshaalloh Xudo xolasa keyingisini olib kelib egasiga topshirdik. Bu so'rimizning bahosi taxtasi, dastavkasi bilan birga 36 ming.